Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun bitta operatsiya qildik ertalab. Bemor homilador 8 haftalik. Ya'ni qanaqa yechim qidirishni bilmasdan, chunki bu birinchi, ikkinchi trimestr vaqtida og'riq qoldiruvchi dorilar ichib bo'lmaydi. 3-trimestrda ham ichish xavfli. Asosan birinchi trimestrda o'ta xavfli hisoblanadi. O'sha uchun ham hech qanaqa og'riq qoldiruvchi dori icholmayapti, lekin oyoqda og'riq bor, bellak rejasini hisobida og'riq beryapti. Internetdan qidirib videoni topib, 3 yil oldin qo'ygan videom bor ekan. Shuni ko'rib, homilador ayollarni ham operatsiya qilsa bo'ladi degan videoni ko'rib keldi. Ginekolog ko'rdi operatsiyadan oldin, matkada hech qanaqa tonus yo'q, hammasi yaxshi. Ya'ni operatsiyasini xavfsiz qilib o'tkazib berdik. Ya'ni kimlardir so'rashi mumkin, bir biladiganlar rentgen ishlatiladi-yu operatsiya vaqtida deb. Rentgen ishlatmasdan ham qilsa bo'ladi, anatomический tochkalarini bilib. Xuddi shunaqa qilib xavfsiz operatsiyasini o'tkazib berdik. Xudo xolasa ertaga javob beramiz. Agar sizda ham yaqinlaringizda, tanishlaringizda shunaqa holat bo'lib, ya'ni homilador birinchi, ikkinchi trimestrda, uchinchi trimestrda imkon yo'q operatsiya qilishni. Asosan birinchi, ikkinchi trimestrda og'riq berib, og'riqdan qiynalayotgan bo'lsa, homilasini agar o'ta og'riq kuchli bo'lib, homiladan voz kechishga tayyor bo'ladigan bo'lsa, maslahatim homiladan voz kechmagani yaxshiroq. Ya'ni bizga murojaat qilsangiz, bemalol homilasini saqlagan holatda maksimal xavfsiz qilib operatsiyasini o'tkazib beramiz.